Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Kichkinagina video olishga qaror qildim. Elliot to'lqinlari bo'yicha demak tillarni ko'ramiz. Demak, tillada hozir mana bu demak 5-to'lqin tugash arafasida. Demak, mana bu 5-to'lqin demak hali tugamaganga o'xshaydi. Demak, shuning uchun hozir bizda demak M5 da qanaqa holat bo'layotganligiga kuzatmoq ahamiyat berishimiz kerak. Demak, ana bu demak ABC demak korreksiya tugayotganga o'xshaydi va agar hozir impuls bilan demak 5 ta to'lqin bilan tepaga agar narx yorib chiqadigan boradigan bo'lsa, demak korreksiyadan keyin yana bozor 5-to'lqin bo'ylab yoqqa ketishi mumkin. Va alternativniy holat bor. Alternativniy holat nima degani? Demak, alternativniy holatda mana bu 4-to'lqin sal cho'zilishi mumkin. Demak, bu ABC qovuradi va demak, buni o'rniga bizga WXY yana chuqurroq korreksiya ketishi mumkin. Bozor X ga chiqib turib yana agar pastga tushib ketadigan bo'lsa, demak bu yerdan 4-to'lqin demak bu yoqdan keyin boshlanishi mumkin. Shu ikkita holat demak kuzatamiz. В любом случае men demak 5-to'lqinga demak hali bozor yana ko'tarilishini demak taxmin qilyapman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.